Eron javobi kutilganidan kuchli bo'ldi. AQSh rejalari izdan chiqmoqda. Tramp Ukrainaga qurol yetkazishni to'xtatish bilan tahdid qildi. So'nggi chora o'lim. Xitoyda yangi kasallik tarqaldi. Eronning 3 ta asosiy talabi urushni to'xtatish sharti ochiq aytildi. Biz nega to'laymiz? AQShda Isroilga yordam bo'yicha norozilik kuchaymoqda. Xitoy Rossiya gazini 3 baravar qimmatga qayta sota boshladi. United Nations ogohlantirdi. Urush fonida Eron ichida repressiyalar kuchaydi. Dunyo siyosatini biz bilan kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Eron javobi kutilganidan kuchli bo'ldi. AQSh rejalari izdan chiqmoqda. Eronning AQSh va Isroil zarbalariga bergan keng ko'lamli javobi AQSh rahbariyatini hayratda qoldirdi. Bu haqda Time nashri xabar bergan. Manbalarga ko'ra, ayniqsa AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth bunday kuchli javobni kutmagan. U urush boshlanishidan oldin zarbalar katta mojaro keltirib chiqarmaydi deb hisoblagan. Ammo Eron deyarli butun mintaqa bo'ylab hujumlar boshlanganida u vaziyat jiddiylashganini tushungan va bunga tortilib ketganini anglagan. Donald Tramp urushni qanday yakunlash va g'alaba e'lon qilish yo'lini izlamoqda. Oq uy rasmiylariga ko'ra, buning uchun vaqt juda kam qolgan. Shu bilan birga Tramp AQSh urushdagi asosiy maqsadlariga deyarli erishganini aytib, yaqin 2-3 hafta ichida yana kuchli zarbalar berilishini bildirgan. Agar Tehron AQSh shartlariga rozi bo'lmasa, Eronning barcha elektr stansiyalariga kuchli zarba berilishi mumkinligi ham ogohlantirgan. Eron tomoni esa bu tahdidlarga keskin javob qaytargan. Majid Musaviy, ya'ni Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi havo kosmik kuchlari qo'mondoni Trampning bayonotlarini Gollivudchi xayol deb atab, AQSh o'z askarlarini xavf ostiga qo'yayotganini ta'kidlagan va buning oxiri muqarrar o'lim bilan tugashini aytgan. Tramp Ukrainaga qurol yetkazishni to'xtatish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Yevropadagi ittifoqchilarga bosim o'tkazib, agar ular Hormuz bo'g'ozini himoya qilishda ishtirok etmasa, Ukrainaga qurol yetkazishni to'xtatishini aytdi. Bu haqda manbalarga tayanib Financial Times xabar bergan. Tramp mart oyida NATO harbiy dengiz kuchlaridan Hormuz bo'g'ozi orqali kema qatnovini tiklashda AQShga yordam berishni so'ragandi. Yevropa davlatlari bunga rad javobini bergan. Shundan so'ng Tramp NATOning Ukraina uchun Amerika qurollarini sotib olishga qaratilgan Pearl dasturidan chiqishi bilan tahdid qilgandi. Ko'p o'tmay NATO bosh kotibi Mark Rutte alyansning asosiy davlatlari Fransiya, Germaniya va Buyuk Britaniyani 19-mart kuni o'z hissalarini qo'shishga va Hormuz bo'g'ozi orqali xavfsiz o'tishni ta'minlashga tayyor ekanliklari to'g'risida qo'shma bayonot berishga majbur qildi. Aynan Rutte qo'shma bayonot berishni talab qildi, chunki Tramp Pearldan chiqish va umuman Ukrainani qo'llab-quvvatlashni to'xtatish bilan tahdid qildi, deydi rasmiylardan biri Financial Times'ga. Boshqa manbalarga ko'ra, bayonot e'lon qilinishidan 2 kun oldin Rutte Tramp va AQSh davlat kotibi Marco Rubio bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilgan. Yana bir manba Yevropa davlatlari Hormuz bo'g'ozini himoya qilishga yordam berishni rad etganidan Tramp juda g'azablanganini aytgan. So'nggi chora o'lim. Xitoyda yangi kasallik tarqaldi. Xitoyda ilgari uchramagan yangi turdagi yashur kasalligi, ya'ni chorva orasida tez yuqadigan virus aniqlandi. Kasallik Gansu viloyati va Shinjon Uyg'ur avtonom tumanida joylashgan 2 podada qayd etilgan. Bu hududlar bir nechta davlatlar, jumladan Rossiya bilan chegaradosh. Jami 6229 bosh qoramoldan 219 tasida kasallik aniqlangan. Shundan so'ng zararlangan barcha hayvonlar yo'q qilingan va fermalarda to'liq dezinfeksiya ishlari o'tkazilgan. Laboratoriya tekshiruvlari bu kasallik SARS-1 turiga mansub ekanini ko'rsatgan. Bu tur Xitoyda ilgari uchramagan va eng muhim muammo shundaki, mamlakatda mavjud vaksinalar aynan shu turga qarshi himoya bermaydi. Shu sababli kasallikning keng tarqalish xavfi yuqori baholanmoqda. Shu bilan birga oxirgi oylarda Rossiyaning bir qator hududlarida ham chorva kasalligi keng tarqalgan. Turli viloyatlarda jami qariyb 90 mingdan ortiq qoramol yo'q qilingan. Rasmiylar buni dastlab boshqa kasallik deb baholagan bo'lsa-da, mutaxassislar bu ham yashur bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Ularning ta'kidlashicha, yashur juda tez yuqadi va uni to'xtatishning asosiy usuli zararlangan hayvonlarni to'liq yo'q qilish hisoblanadi. Shu sababli bu holat chorvachilik va go'sht sut mahsulotlari savdosida jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eronning 3 asosiy talabi urushni to'xtatish sharti ochiq aytildi. Eron AQSh va Isroil bilan yuzaga kelgan mojaroni tinch yo'l bilan hal qilish uchun o'z shartlarini vositachilar orqali yetkazdi. Bu haqda Eronning Qohiradagi elchisi RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Diplomatning ta'kidlashicha, Tehron urushni tugatish uchun bir qator talablarni ilgari surgan. Unga ko'ra, Eron kompensatsiya to'lanishi, barcha sanksiyalarning bekor qilinishi hamda mamlakatga nisbatan tajovuz qayta takrorlanmasligi bo'yicha aniq kafolatlar berilishini talab qilmoqda. Shu bilan birga elchi hozircha vositachilar tomonidan
olib borilayotgan sa'y-harakatlar aniq natija bermaganini qayd etgan. Turkiya, Pokiston, Misr va Saudiya Arabistoni mintaqada tinchlik o'rnatishga urinish qilayotgan bo'lsa-da, tomonlar hozircha umumiy kelishuvga erisha olmagan. Reuters agentligining o'z manbalariga tayanib xabar berishicha, Tel Aviv va Washington Pokiston tomonidan ilgari surilgan vaqtinchalik sulh taklifiga ham javob bermagan. Bundan avval Eronning Rossiyadagi elchisi Kazim Jaloliy Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Georgiy Borisenko bilan uchrashuvda Moskvaning mojaroni hal etish borasidagi sa'y-harakatlari hamda Islom Respublikasiga ko'rsatilgan gumanitar yordam uchun minnatdorchilik bildirgan. Shu bilan birga AQSh prezidenti Donald Tramp Washington Eron rahbariyati bilan muzokaralar olib borayotganini ma'lum qilgan. Biroq Eron tashqi ishlar vazirligi bunday aloqalarni rad etib, Tehronga faqat vositachilar orqali qabul qilib bo'lmaydigan shartlar yozilayotganini bildirgan. Tez-tez hojatga chiqish, hojat chiqarishda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi, ichki yo'llarni tiklaydi, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hozirroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Biz nega to'laymiz? AQShda Isroilga yordam bo'yicha norozilik kuchaymoqda. Aleksandriya Cortez Qo'shma Shtatlar Isroilga harbiy yordam bermasligi kerakligini ta'kidladi. U kelgusida AQShning Isroilga beradigan barcha harbiy yordamlari, jumladan Iron Dome kabi mudofaa tizimlari uchun ajratiladigan mablag'larga ham qarshi chiqishini ma'lum qilgan. Uning fikricha, Isroil o'z mudofaasini mustaqil ravishda moliyalashtira oladi va AQSh soliq to'lovchilar mablag'lari bu maqsadda sarflanmasligi kerak. Bu bayonot AQSh siyosatida Isroilga nisbatan yondashuv borasidagi keskin bahslar fonida yangramoqda. Yana bir e'tiborli chiqish esa Jeff Van Drew tomonidan bildirildi. U bozorda narxlar oshib borayotganidan qiynalayotgan amerikaliklarga yana ish toping deya tavsiya qilgan. Mazkur fikr ijtimoiy tarmoqlarda keskin muhokamalarga sabab bo'lib, jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy bosimlarning ham ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Xitoy Rossiya gazini 3 baravar qimmatga qayta sotishni boshladi. Xitoy suyultirilgan tabiiy gazni rekord darajadagi hajmda qayta sotishni va narxlar ko'tarilishidan daromad olishni boshladi. AQSh va Isroilning Eron bilan urushi boshlangandan so'ng Osiyoda STG narxlari qariyb 85% ga oshdi. Buning asosiy sababi dunyo oqimning qariyb 20% o'tadigan Hormuz bo'g'ozi orqali yetkazib berishning buzilgani bo'ldi. Xitoyda STG importi ham keskin kamaydi. Mart oyida u 3,68 million tonnani tashkil etdi. Bu 2018-yil aprelidan beri eng past ko'rsatkichdir. Ammo Xitoy Rossiyadan gaz olmoqda va o'z qazib olish hajmiga ega. Quvur orqali yetkazib berish va ichki qazib olish barqaror bo'lib qolmoqda, deydi Kepler tahlilchisi Nelson Sun. Mart oyida Xitoy 10 tagacha STG partiyasini qayta sotgan. Bu kuzatuvlar tarixdagi eng yuqori oylik ko'rsatkichdir. Yil boshidan buyon 1,31 tonna STG 19 partiya sotilgan. Vaholanki 2025-yil davomida bu ko'rsatkich 0,82 million tonna edi. Asosiy yo'nalishlar Janubiy Koreya, shuningdek Yaponiya, Hindiston va Filippin bo'lgan. Xitoy Rossiya bilan tuzilgan arzon uzoq muddatli shartnomalari va qimmat spot bozori o'rtasidagi farqdan arbitraj foyda ko'rmoqda. Rossiyaning quvur orqali keladigan gazi Xitoy uchun 1000 kub metr uchun taxminan $250 tushadi. Shu bilan birga Osiyoda spot narxlari 1000 kub metr uchun $830 gacha ko'tarilgan. Qayta sotishda Xitoyning marjasi sotib olish narxidan 3 baravar yuqori bo'lishi mumkin. Har bir standart STG partiyasi taxminan 70 million kub metr $40 million gacha foyda keltirishi mumkin. Shuningdek, Xitoy Rossiya STG'sini chegirma bilan sotib olgan. Novatek kamida yoz oxiridan buyon Xitoy xaridorlariga Arctic STG 2 loyihasi yoqilg'isi uchun 30-40% lik chegirma taqdim etmoqda. Nazariy jihatdan bu ham qayta sotishda foydani oshirishi mumkin. Qayta sotish hajmining o'sishi Xitoyda ichki talabning kamayishi bilan bog'liq. Ichki talab sustligi fonida xaridorlarga partiyalarni chet elga qayta sotish foydaliroq, deydi tahlilchi Van Yuanda. United Nations ogohlantirdi. Urush fonida Eron ichida repressiyalar kuchaydi. AQSh va Isroilning Eronga zarbalari boshlanganidan buyon Yaqin Sharqda fuqarolik makoniga va fikr bildirish erkinligiga bosim sezilarli darajada oshdi. Bu esa ko'plab nizolar va inqirozlar fonida mavjud qo'rquv muhitini yanada og'irlashtirdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Folklor Tryuk ogohlantirdi. Eronda hisob-kitoblarga ko'ra, mojaro boshlangandan buyon milliy xavfsizlikka oid ayblovlar, jumladan terrorizm, o'zgacha fikrlash,
jasuslik va dushman bilan hamkorlik qilish gumoni bilan 2345 kishi hibsga olingan. Yanvar oyidagi norozilik namoyishlari va hozirgi mojaro vaqtida o'zboshimchalik bilan ushlanganlarning aksariyati dahshatli sharoitlarda saqlanmoqda. Ular tegishli kafolatlarsiz tezlashtirilgan sud jarayonlaridan o'tkazilmoqda. Bu esa o'lim jazosi qo'llanilish xavfini oshiradi. Allaqachon 8 ta qatl haqida xabar berilgan. Ulardan 3tasi namoyishlar bilan bog'liq. O'nlab boshqa mahkumlar, jumladan bolalar ham xuddi shunday qismatga duch kelishi mumkin deb xabar berdi Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Bu holatga Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha oliy komissari ham munosabat bildirdi. Bu g'azablanarli holat go'yo urush keltirib chiqargan azoblarga yetmaganidek, ba'zi eronliklar o'z hukumati tomonidan o'zboshimchalik bilan ushlanmoqda, qamoqqa olinmoqda, tartib-qoidalarsiz sud qilinmoqda va ayrim hollarda hatto qatl etilmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, Eron xalqining huquqlari ustuvor vazifaga aylanishi zarur. Barcha qatllar esa zudlik bilan to'xtatilishi lozim. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.